Hammaga salom. Sizlar bilan Fokus ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvimizda biz sizni kinosanoat olamidagi barcha yangiliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Xizmatingizda To'lqin va Marjona. Va Kamron. Aka maskitu nima kamerani zo'rdan qo'ying deb, mana ko'rinadi. Kino olamiga tegishli 3 xil fikr, 3 xil qarash. Tomosha qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda Stephen King asari asosida suratga olingan navbatdagi film bilan tanishamiz. Qora minora. Ketdik. Otasini izlab yurgan bolakay haqida hikoya qilamiz. Bigfoot. Shahrimiz haydovchilarini xafa qilgan holda Luc Besson bu gal Taxi filmining davomini emas, yangi fantastika janrida film suratga oldi. Valerian. Aytgancha, bugun turli insonlarning kino premyeralar haqida fikrlarini ham bilib olamiz. Aloyi, dadam ishdan qaytdilarmi? Ha, hammasi joyida. Bir multfilm ko'rgan edim. O'shandan beri xavotirga tushyapman. Ha, bo'pti. Yigirma 7-iyul kuni jahon kinoteatrlarida Jeremy Degrosson va Ben Stassen tomonidan suratga olingan Bigfoot kichkina nomli multfilm premyerasi bo'lib o'tdi. Shuni ta'kidlash joizki, bu o'ziga bir necha janrlarni qamrab olgan kam sonli multfilmlardan biri bo'ldi. Kimsiz? Qanday aytishni ham bilmayman. Men seni dadangman. Mening dadam Bigfoot? Aha. Bundan ham yomon xabar bormi? Yo'q. Adam ismli oddiy bir o'smir bolakay otasini izlash davomida ulkan sarguzashtlarni boshidan o'tkazadi. Adamning olami uning otasi qor odam Bigfoot ekanligini bilgandan so'ng butunlikcha o'zgarib ketadi. U o'zida super tezlik va hayvonlar tilida gaplashish kabi qobiliyatlarni ochadi. Adam otasini dushmanlardan himoya qila oladimi? Tayyormisiz? Doim tayyorman. Olg'a! Buni professionalga qo'yib bering. Voy. Shu tushlaringda nimani ko'rding? Baland minora, qora kiyimdagi odam va o'qotar. Bu bor yo'g'i tushlar, kechki qo'rqinchli tush. Avgust kuni Columbia Pictures kompaniyasi jahon ekranlariga Stephen King asari asosida olingan Qora minora nomli fantastik jangari janridagi filmni taqdim etdi. Filmda rejissyorlik ishini Nikolay Arsel olib bordi. Bosh rollarni esa Thor filmi bilan tanish bo'lgan Idris Elba va Matthew McConaughey ijro etishdi. Nega qora kiyimdagi odam minorani yo'q qilmoqchi? Minora bizning ikkala dunyomizni himoyalaydi. Agar u qulasa, tartibsizlik boshlanadi. Sen kelajakni o'zgartira olmaysan. O'lim muqarrardir. Bizning dunyo borlikda yagonasi emas. Film syujetiga ko'ra, Ronald Diskeyn dunyoni zulmatdan saqlovchi tirik qolgan so'nggi mergandir. Mergan ikkala dunyoni saqlab turuvchi minorani buzmoqchi bo'lgan dushmanni ketida yuradi. Yaxshilik va yovuzlik kuchlari so'nggi jangda yuzma-yuz kelishi muqarrar. Chunki Ronald Diskeyn qora kiyimdagi odamni yenga oladigan yagona odamdir. Sening dunyoingda qurol va o'qlar bormi? Bizning olam senga yoqadi, aniq. Ketdik. Men qurol bilan emas. Yuragim bilan o'ldiraman. Film qiziqarli chiqishi uchun unga yaxshi ssenariy kerak. Ba'zida rejissyor va prodyuserlar ssenariyni o'zlari yozishadi. Ba'zida esa yozib bo'lingan asarlarga murojaat etishadi. Bugungi sahifamiz aynan mana shunday yozib olingan asarlar asosida suratga olingan filmlar.
adabiyot va kinematograf anchadan beri uzviy bog'liqdir. Bunga sabab ko'plab rejissyorlar u yoki bu asar qahramonlarini jonlashtirishga uringanidir. Bugun biz kitoblar asosida suratga olingan va tez orada ekranlarga eng kutilayotgan filmlar 5 taligini tayyorladik. Labirintda yugurayotgan odam, o'lim davosi. James Dashner trilogiyasining so'nggi qismi rejaga ko'ra 2017-yilning 17-fevralida ekran yuzini ko'rish kerak edi. Biroq u 2018-yilning 9-fevraliga qoldirildi. Bunga bosh rol ijrochisi Dylan O'Brien 2016-yilning martida suratga olish jarayonida jarohat olgani sababdir. Aktyor shifoxonaga yotgani bois filmni suratga olish ishlari ham kechiktirildi. Shantaram. Gregory David Robertsning Shantaram nomli bestselleri asosidagi film 2004-yildan beri suratga olinmoqda. O'tgan yillar davomida bosh rolni ijro etishni yatti bo'lgan Johnny Depp faqat prodyuserlik vazifasini bajarishga o'tdi. Endi Avstraliyadagi qamoqdan qochgan tovlamachi rolini Joel Edgerton o'ynaydi. Rejissyorlik o'rindig'ini esa katta kinoga ilk qadam qo'ygan Garth Davis egallaydi. Film qachon tomoshabinlar e'tiboriga havola qilinishi ma'lum emas. Changalzorlar kitobi muqaddima. Kiplingning mashhur asarini bu safar Andy Serkis suratga oladi va bir vaqtning o'zida filmda ayiq Baloo rolini ijro etadi. Gravitatsiya filmining rejissyori Alfonso Cuarón Serkisga ushbu filmni tasvirga tushirishda ko'maklashadi. Kartina 2018-yil 18-oktyabrda ekran yuzini ko'rishi kutilmoqda. Birinchi o'yinchi tayyorlansin. Ernest Kleinning Birinchi o'yinchi tayyorlansin fantastik romani Steven Spielbergning navbatdagi loyihasiga asos bo'ladi. Kitobda rejissyor va uning filmlari bir necha bor tilga olinadi. Film premyerasini atayin 2018-yil mart oyining oxiriga surishdi. Bu Ryan Johnsonning Yulduzlar jangi so'nggi jedaylar filmi bilan prokatda raqobatlashmaslik maqsadida qilindi. Keyingi hafta byudjeti 197 million yevro bo'lgan film jahon ekranlariga chiqyapti. Ammo bu pullarga 176 millionta lavash olsa bo'lardi. Yoki 20 yil davomida kuniga bittadan o'zbek filmini ishlab chiqarsa bo'lardi. Yoki yulduzlarni yig'ib 500 ta to'y o'tkazsa bo'lardi. Endi meva-chevalarni hisoblamaganda. Ammo Luc Besson bu pullarga Valerian filmini olishga qaror qildi. Valerian va Mingta sayyora shahri nomli fantastik film afsonaviy ssenarist va rejissyor Luc Besson va Yevropa Corp film kompaniyasi tomonidan suratga olindi. Film Valerian va Lorelin nomli komiks asosida suratga olingan. Bosh rollarni Dan DeHaan va Cara Delevingne ijro etishgan. Agentlar Valerian va Lorelin, xavfni bartaraf etish uchun sizda 10 kundan kam muhlat. Unda boshladik. Film voqealari uzoq kelajak bo'lmish 2700-yilda bo'lib o'tadi. Kosmik maxsus agentlar bo'lmish Valerian va Lorelin shubhali ishga aralashib qolishadi. Koinotning turli burchaklaridan kelgan turli jonzotlar istiqomat qiladigan Alfa nomli sayyoraga noma'lum kuchlar tahdid solishadi. Endi agentlar sayyorani himoya qilishlari kerak. Taqdirimiz sizning qo'lingizda. Biz tarixni yozyapmiz. Biz Londondagi Kingsman atelyesidanmiz. Balki biz haqimizda eshitgandirsiz.
Bugun yangi davr boshlanadi. 1 daqiqa. Hozir hammasini ko'rasiz. Kingsman bilan xayrlashing. Bu yerda birozgina dunyoni qutqarish kerak. Staysmanga xush kelibsiz. Biz sizning amerikalik hamkasblaringizmiz. Endi birgalikda ishlaymiz. Boshladikmi? Bizda aql, mahorat, sizda esa sakragichmi? Bu lasso. Ishontira olmadim. Mana bu g'irt amerikancha. Turgan gap. Xulq-atvor erkak kishining yuzi. Bu nimani anglatishini bilasizmi? Siz bilan fokus ko'rsatuvi edi. Bizning ko'rsatuvdan faqatgina 50 daraja issiqda mashinaga parda ilish ruxsati yoqimliroq bo'lishi mumkin. Ko'rishguncha, xayr. Stop, olindi. Olindimi? Qo'shib turing. Ko'rsatuvimizning keyingi sonida smayliklar olamiga sayohat qilamiz. Annabelning la'nati